Uka, rossiyskiy buqachalardan olib keling. Yemga oz-moz yetalab, yemga tashlaydiganlardan bo'lsa, 1 yoshga to'lmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi deydigan akalarimiz uchun. Akalarim 2 dona buqachalarni olib keldik. Rossiyskiy buqachalar. Katta-kattalarni olib kelayotgandik. Uka, kichikroqlarni olib keling deyotgandilar. Kichikroq desanglar, kichikroq akalar. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanali ashaddiy obunachilari. Bugun 19-iyun, hafta kuniga payshanba. Videomiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan. O'zimizning xonadondan akalar. Yangi kirganlar, yangi kuzatayotganlar, sразу obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar jigarlar. Paddeshki uchun, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Shunday like ham bosib qo'yinglar hammanglar. Endi 2 dona buqachamiz sizlarga tanishtirib o'taman. Rossiyskiy paroda, onasi Golishten ham bo'lishi mumkin. Endi rossiyskiy paroda bular akalar mana. Golishtenni hamma yaxshi biladi mana. Chachishganda endi bu ham. Rossiyskiy paroda ham tagi Golishtenda. Mana. Quloqlari katta-katta nasldor mollar akalar. Endi dehqon 3 oyligida olgan, kichkina-kichkinalikda olib boqqan, quruq somon, payada shunaqa boqqan. Silyos bermagan ekan. Yemam 1 gram yemam bermagan akalar. Ozgina kepa sepib turgan mollar. Xudo xolasa kimgadir beramiz. Oz-moz yem bersa zo'r o'zgaradigan mollar akalar. Gapni qisqa qilamiz, narx-navoni aytamiz. Bo'yini o'lchadi. Mana uniki 1.23 akalar. Yosh oylar 9-10 oylik atrofida. Bo'yi 1.23. Mana o'zi kichikroq. Endi mana bo'yini o'lchayman, realniy mana. Videoni ham to'xtatmay, men bor uzr so'rayman hammadan. Endi hali videoda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, professional emasmiz akalar mana. 1.22 chiqyaptimi? 1.20 plyusga olinglar buni. Mana. Katta mol kichkina ko'rinadi-da, kichkina ko'rinyaptimi? 1.23, 1.20 plyus. Ikkovsini jup olaman deydigan akalarimizga yengil qilib beramiz. Nechi bilasizmi ekan? Endi yosh ko'chatlar qimmat bo'lib ketdi bozorni ham. Liboy bozoriga solishtiringlar akalar. Xohlagan bozorlarga Vohadan kelgan mollar arzon bizda. Vohali akalar hali negativ yozib olmanglar. Vohadan kelgan mollar bizda arzon yuradi. Vohadan kelgan mollarni bo'yini o'lchab qo'yinglar, ana shu narxda beraman, xudo xolasa. Nasldor mol deb turib, qimmat narx qo'ymayman. 1.23 lik molni o'lchaylar bozorga borib. Endi bozorda qo'yinglar. 17 million 500 ming so'mdan bo'lsa, bir joyga bo'lsa beraman ikkovsini akalar. To'g'risi 19 million 18 million degani bo'lmadi. 17 million 500 dan bo'lsa akalar, xohlagan bozoringlarga ham solishtiringlar, beraman. 200 ming mendan xayr, 17 million 300 dan ana akalar. 17 million 300 dan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ham ichidan. Ana 9-10 oylik rossiyskiy buzoqlar akalar. Mana. Bemalol telefon qilaverasizlar, gaplashamiz akalar, xayrini. Yaxshi qolinglar, yaxshi kunda ko'rishinglar akalar. Hammaga rahmat.